Sudlanmaganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma yaqin qarindoshlar tomonidan ham olinishi mumkinmi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-noyabrdagi 612-son qarori bilan tasdiqlangan davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish chora-tadbirlar to'g'risida ma'muriy reglamentning 5-ilovasiga muvofiq ariza beruvchi davlat xizmatlaridan foydalanish uchun davlat xizmatlariga o'zi kelgan holda murojaat etadi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga ro'yxatdan o'tadi. Shuningdek, ushbu reglamentning 5-ilovasi 2-bandiga asosan ariza beruvchining yaqin qarindoshlari, ota-onasi, eri yoki xotini va bolalari murojaat qilishlari mumkinligi ko'rsatib o'tilgan.